videoga mana menman aka. So'ng Mavik aka 10-15 ta o'tam qatorisi ham bor, katta insonlar bor akajon. Prostoy nimasam? Mana kel, luboying kel, zo'ring kel. Место положениясini tashlasan. Tudik ish bormi deb telefon qilasizlar. Agar men sizlarga pullarni bermay qo'ysam, pidaras pulni ber, ishlaganman deb gapni ochig'i tepadan 34 mingdan pul beryapti aka. Oshingiz gaplashishdan aka, oshingiz bo'lsin. Oshingiz bo'lsin. Men ilishni davolaman. Beradigan odam mana menman. Ishonsanglar ishlaylar, ishonmasanglar ketoringlar aka. Birovni majburlab ishlatmaydi, birovni zo'rlamaydi. Birajon siz tushunib, 3,5 mingdan aytilgan dogovorni bersangiz bo'ladi. Bizga 4 mingdan emas, 3,5 mingdan dastashni akajon. Prosto aka, men 3,5 mingdan sizlarga bersam, sizlar ertaga pul olgandan keyin menga nima deb telefon qilasizlar? Aka, kecha sizda ishlab ketuvdik, ish bormi deb telefon qilasizlar. Agar men sizlarga pullarni bermay qo'ysam, pidaras pulni ber, kecha ishlaganman deb telefon qilasizlar, to'g'rimi? Vo, addish aka. O'shuning uchun kelinglar, ishlaylar, pullarni olinglar, yana ishga kelinglar aka. Kelyapman aka. Tamom. Videoga mana menman aka. Ismim Nechigacha misol o'tyapti. Bizni nima? Tamom, Radnoy menga qarangda. Misol Mavik aka 10-15 ta o'tam qatorisi ham bor, katta insonlar bor akajon. Prostoy nimasam? Bu yoqqa sovuq narsaga bir-birimizni paddeshka qilishimiz kerak aka, chujo joyga-da aka. Hammamiz o'zbekmiz, ishlagani kelganmiz aka. Menga aka mana gapni ochig'i tepadan 34 mingdan pul beryapti aka. Oshingiz gaplashishdan aka, oshingiz bo'lsin. Men ilishni davolaman. Prosta menga shu vaqtini ham kelishib olaylik. Kelayotgan aka, kelyapsizmi? Keling gaplashib olamiz. Kelyapsizmi? Ish vaqti ertalab soat 6 gacha. Aka, kelyapsizmi? Yo'q, tamom, mayli. Tamom, 6 gachami? 6 gacha ishlayman. Jimin kelyapsizmi aka? Kelasizmi hozir? Men 1-2 soatda boraman aka. Hozir bolalarni ishga qo'yib qo'yay. Men hozir narigi mahallaga ketyapman. Soatini ayting, soatini. Tamom, 6 gacha ekan, tamom. 6 gachami? Akajon, mana nimada 6da ish tugagandan keyin menga har bittalar karta nomer yozib, familiya adinglarni yozasizlar. Men pulni tashab, cheki bilan tashab qo'yaman. Aka, pul tushdi, rahmat deb ketasizlar ishga. Xo'p, inshaalloh. Tamom akajon, inshaalloh. Xo'p, mayli, biz degan bo'lsanglar, menga ham ish bor. Pullarni olasizlar, menga ishga qolasizlar. Kelishdikmi? Tamom, addish aka, ha, siz tushunib. Xo'p aka. Telefon qilamiz bolaga. Xo'p, qilamiz. Hop, shu turib, manda qilib orqalarga selfie qilib suratga olib tashab qo'yinglar. Tamom, mayli, обязательно, brat. Xo'p. Assalomu alaykum hammaga. Короче, videoni ko'rdinglar. Mana shu posrednikmi bu? Kim bu? Mana shu andijonlik bola. Mani ismim Muhammad. Anu akamizning ismi Husan. Bizni ofisimizni ham biladi hamma. Bizni uy joyimni ham qayerda turishimni biladi hamma. Mana shu bola 40 ta 30 ta bolani kidali qilyapti. 3,5 ming so'm deb va'da qilib ishlatib, pulini bermagan. Shuncha ko'p murojaat bo'lyapti, ularning ichida ayoli ham bor. Yozyapti, mana kel, luboying kel, zo'ring kel. Место положениясini tashlasan. Kerak bo'lsa boramiz, kerak bo'lsa gaplashamiz. Hammaga rahmat. Mana shu videoni tarqatib o'ring, o'sha bolaga yetib borsin.